vasallam Haybar kunida har bitta payg'ambarning havoriysi bo'ladi, ya'ni ishongan eng yaqin kishisi bo'ladi. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom degan edi. Yahudlar bilan bo'lgan Haybar jangida bir qancha pahlavonlari chiqadi, musulmonlar pahlavonlardan urushadi. Musulmonlar yengadi, Yosir ismli chiqadi. Yahudiylardan Yosir ismli pahlavoni chiqadi, 2,5 metr bo'ladi bo'yi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma atwala deydi. Naqadar uzun ekan deydi. Chiqadida man yubariz deydi. Kim yakka-makka chiqadi? Haybar u hech kim chiqmaydi. Shunda Zubayr ibn Avvom men deb chiqadi. Sofiya bint Abdul Muttolib billa borgan u g'azotga. Ya Rasululloh, bolamni o'ldirib qo'yamikin deydi. Ya'ni Sofiya bilan Abdul Muttolib hech narsadan qo'rqmaydigan ayol bo'ladi. Sofiya bint Abdul Muttolib xavotirga tushadi. 2,5 metr. Bolamni qatl qilib qo'yamikin ya Rasululloh? Yo'q, inshaalloh Zubayr qatl qiladi uni deydi. Uzoq jang bo'ladi, Zubayr uni qatl qiladi. Shu kun aytadi payg'ambarimiz, har bitta payg'ambarning havorisi bor. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom.